Azizlar, biz bugun Andijondamiz. Mana bu bankani Rahmatullo ismli bir yetim bolamiz yaxshi niyatda Alloh menga uy bersa deb pul yig'ayotgan ekan. Shu bankani men oldim. Endi qolgan sirlarni ochmayman, lekin bankani hozir endi biz qo'lma-qo'l qilib buni to'ldirib keyingi avlodimizga, keyingi yetimlarimiz, miskinlarimizga topshiramiz. Bu holatdamiz. Bundan-da ko'p, yirikroq bir to'la holatda topshirishligimiz uchun mana hozir jamoamiz bilan o'tiribmiz, sahiylarimiz bilan, xolislarimiz bilan. Buni endi hozir men Murodga senga topshiraman. Haqiqiy munosib egasiga berasan. Bolalarga motivatsiya bo'ladigan qilib, hammaligini oldi oshtirasan, sanaysan. Bolalarga ham mana shu an'anani davom ettirishlikni va'dasini oladi. Shuni qabul qilaman. Sadaqat ilamay endi qizim. Ozgina qoldi. Alo? Siz doktorga bordingizmi, doktorga? Ukol qildimi sizga? Hammag'imda o'qib. Voy. Dadamni aytib beraman desam baqirdi. Dadingiz qayerdalar sizni? Amakam, dadam ham chaqirdi. Kelmadilar. Kelmadilarmi dadingiz? Men boraman qizim, xo'pmi? Men boraman. Kichkina qizingizga nima tashxis qo'yishgan? Velibran tashxis qo'yilgan, tug'ma qon ivujaniga buzilgan. Qon ivujaniga cho'zilib ketadi, shunda quloqlardan, burnidan qon ketib qoladi. Oqibati nima deyishadi agar muolaja qilinmasa? Oqibati qon gemoglobin tushib ketadi, keyin bolani gemoglobin yo'qolib, shuni yo'qotadi. Bo'lganmi shunaqa hodisa? Ko'p bo'lgan. Reanimatsiyada почти teng yarim reanimatsiyada o'tganmiz. Jigarlariga ta'sir qildi, bochkalariga ta'sir qildi. O'sha Necha yoshda hozir Sadoqat? 4 yoshga kirdi. 4 yildan beri hozir qon quyiladimi qizingizga? 5 oyligidan beri tinimsiz qon quyiladi, qon plazma. Dori darmon, qonni ham sotib olinadi, to'g'rimi? Donorlar istagandan keyin o'sha iloji yo'q. Sotib olasiz. Uyda eng ko'pi 10 kun, bo'lmasa bir hafta turamiz halasiz qolgan pensiya. Reabilitatsion muolajada bo'ladi. Har turmushingiz buzilganiga 1 yildan oshdi. Yo'q, 1 yildan oshmadi. O'sha qizim 5 oylik yo 7 oyligida kelganmiz. Sakizimiz o'tgan yili kesildi. Eng og'ir kuningiz qaysi bo'ldi bolalaringiz bilan? Eng og'ir kunim kichik qizim kech payt soat 9larda burnidan qon ketib sudurga beryapti-da. Xo'jayinimga telefon qilib qon ketyapti boladan dedim. Doktorga boraylik desam, sen yashamaysan baribir, erda tug'atmaysan deb cho'nilab tashladi-da. Onam nomerini ham, o'zim nomerimni ham cho'nilab. Ayol kishi boshimdan bitta o'zim yarim kechasi pensiyaga borganman. Bola reanimatsiyaga tushgan, reanimatsiyadan og'ir holatdan chiqib, kecha soat 1larda bemor ko'payganligini hisobiga palataga chiqardi. 7 oylik payt. Palataga chiqargan. Palatada ham bemor juda ham ko'p edi. Mana kichkina taburetka bilan o'tiradigan. O'shnaqa berganda bolani ushab tong yottirasiz ertalabgacha, ertalab joylar bo'shaydi degan. Xo'p deb o'tirgan joyimda endi charchaganman, bolani yiqitib yuborganman-da. Kechasi uyga kelib yuborganman-da, ertalab kelaman, bolani holati yaxshi. O'shanda rosa xafa bo'lib ketganman. Burnida shlankasi bor bolam, tomog'ida kateterlari bor. O'sha holda endi qiz chaqirib kelsam, shopir gapirganda rosa xafa bo'lib. Eng og'ir kunim mana shu bo'lgan. Nima degan shopir? Ayol kishi boshingiz bilan yarim kechasi nima qilib yuribsiz bu bola bilan degan. O'shanda xafa bo'lib ketganman. Mana shu pullarni Rahmatulloh degan ukamiz uy sotib olish uchun otasiz o'sgan ukamiz yig'gan edi. Lekin bu pulni Alloh taolo 4 yildan beri qon quydirib kelayotgan qizaloq uchun ataganini mana bugun his qilamiz. Ular qarang shunaqa mana pullar bilan topgani bilan onasi idish tovoq yuvib topganini shu yerga solishgan. Idish tovoq yuvganidan ortgan. Kecha buni oldik, ichini kattaroq summali pullar bilan to'ldirishga harakat qildik. Mana Allohning hadiyasi. Bu yerda 1 million, bu yerda 233 ming so'm. 1 million 233 ming va 560 dollar. Mana bilan olaylik. Bular hammasi sizlarniki. Sadaqat ilamay endi qizim. Ozgina qoldi. Hozir boramiz hozir qizim. Og'riyaptimi? Yaxshi bo'ladi qizim, yaxshi bo'lib qoladi. Bo'ldi qizim, bo'ldi. Hozir boramiz. Assalomu alaykum, yana bir bor. Sadoqat qizimizni Andijondan ko'rdinglar.
uylariga xabar olgan borgan holatimizni tashlab keta olmasdan olib chiqib ketdik. Sadoqat qizimiz agar o'z otasiga kerak bo'lmasa, siz bilan bizga kerak. Jannatimizga sabab bo'lishi uchun kerak. Bu qizimiz o'lib qolmasligi uchun, yashab qolishi uchun albatta ihson qiling. Imkoniyatingiz qadar 5000 so'mmi, 10000 so'mmi uni sog'ayib ketishiga agar sababchi bo'lsangiz, necha yil agar umr ko'radigan bo'lsa, albatta sizning haqqingizga duo qilib o'taman. Albatta sizga ajrlar yozilib turadi. Bu qizimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta ihson qiling. Befarq bo'lmaganlardan, duo qilganlardan, hech bo'lmasa shu videoni jo'natib qo'yganlardan tarqalishiga sabab bo'lganlar. Alloh rozi bo'lsin.